Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Yurtimizda harakat qilgan inson albatta baraka topadi. Harakatda barakat ko'rsatuvining navbatdagi soni yana sizlar bilan birga. Shu o'rinda men sizlarga bir qiziq ma'lumot aytmoqchiman. Yangiyo'lda bir tadbirkor bor. Oddiy tadbirkor emas, baliqlarni ipoteka qilib sotadigan kuchli inson. Men baliq ko'li deganda bir oddiy kichkinagina hovuzcha deb o'ylardim. Yo'q, biz kelib ko'rib turgan joyimiz shunaqangi katta yer maydonni egallaganki, bu joyni katta bir daryo, okeanning kichik bir filiali desak adashmagan bo'lamiz. Bu joyni hattoki kartaga yozsangiz, bu joyda juda ham suv ko'p, ehtiyot bo'ling deya yozilgan. Tadbirkorning o'zi ham bir rivojlangan ekanki, baliqlarga o'zi motivatsiya berar ekan. Kim tez o'ssa, tez rivojlansa, uni tezda chet elga eksportga jo'nataman derkan. Va baliqlarning o'zi ham bir o'zgacha. Kelib hovuzga bir nazar tashlasam, baliqlarning bittasi menga qarab, siz bizga kelgan mehmonmisiz yoki xaridormisiz deydi. Qisqasi, baliqlarning orasida ham o'ziga yarasha raqobat bor. Bugun biz sizlar bilan Yangiyo'ldagi baliqchilik haqida suhbatlashamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, baliqchi akalarimiz baliqlarni maydasini bir-biridan ajratmoqda. Hozir borib akalardan suhbat olamiz. Ularni so'zga tortamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Akalar nimalar qilyapsizlar bu yerda? Baliqlarni ko'lga ko'chiryapmiz hozir. Aha. Ya'ni yilgi tovarni bo'ladi bular. Hozir fazanlarni alohida sanab, oq baliqni alohida sanab tashlayapmiz. Ichida mana yiriklari bor. Bu hozir 150 grammlik balig'imiz. Asosiy sababi nimada buni ajratib olishni? Boshqa joyga ko'chirasizlarmi shundan? Ha, boshqa joylarga ko'chiramiz. Keyin kattalarini olib tashlaymiz. Sizdan kattasini olmasangiz, baliq ikra sochib yuboradi. Ha, ikra sochib yuboradi, chunki hozir kattasini yirgini qolib turibdi. Bu ajratib olish uchun ham alohida hovuzlar kerak bo'ladimi? Bularni boqish uchun? Ha, alohida bularni alohida qilamiz, bularni alohida qilamiz. Qo'shilib ketsa, bular ikra sochib yuboradi. Kattasidan bitta ko'rsak bo'ladimi? Ha. Bismi? Ha. Necha kilo chiqadi endi bu shu joyda? 6 kilo bor, 5. 6 kilo? 5-6 kilo bor. Eng kattasi bu necha kilogacha borishi mumkin o'shani? 10 kilo, 15 kilogacha bor. 15 kilo. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, 5-6 kilo chiqadigan baliq qo'limizda. Yuqorida aytganimizdek, bu joydagi o'sha baliq ko'li oddiygina baliq ko'li emas, juda ham bir katta yer maydonni egallagan. Ana qo'limdan chiqib ketdi. Juda ham baliqlar harakatchan bo'ladi. Tinmaydi, bitta joyda turmaydi. Hurmatli teletomoshabinlar, bu baliqlarni, voy, Zotir hamma yumshatdi. juda bir ajoyib bo'lmoqda. Bo'ldi aytaman. Ha, gapiravering. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, baliqlarni irigidan maydasini bir-biridan ajratmoqda. Buning sababi, bu baliqlar maydasiga, kichkinasiga yem bermas ekan. Barcha ozuqani o'zlari yeb qo'yar ekan va yana bitta sabablari o'zidan ikra sochib, yana bir ko'payib ketish ehtimoli bor ekan. Shuning uchun irigini va maydasini alohida qilib ajratib olishmoqda. Ko'rib turganingizdek, mana sazan balig'i va bu baliqlar bundan ham katta bo'lish mumkin ekan. Hozir baliqlarni bu qozonchaga solamiz. Unga solamiz. Otaboy ota, men siz bilan suhbatni boshlashdan oldin birinchi meni suhbatdoshim baliqlar bo'ldi-da, go'yo ular gapirishni bilmasa ham ko'zi bilan tushuntirayotgandek. Menga aytadi: "Siz Toshkentdanmisiz, shahardan kelibsiz, Yangiyo'lga mehmonmisiz?" deydi. Sizlarga biroz qiyin bo'lsa kerak, shahardagi shovqinliklar bizga mazza, bizda yashash yaxshi deydi. Aynan mana shunday maxsus joylarda boqilamiz. Ertalabdan turib toza suv, tushlikda maxsus yemlar beriladi va kechga borib kardio bilan, ya'ni suzish bilan shug'ullanamiz deydi. Va yuqorida bir baliqni ko'tarib ko'rdim, yaxshigina boqilgan, yaxshi rivojlangan, semizgina. Hattoki o'zimni ularning oldida ozg'indek his qildim-da. Qisqasini aytganda, baliqlarimiz bir juda ham yaxshi boqilmoqda, yaxshi rivojlanmoqda. Endi siz qachon bu tadbirkorlikni boshlagansiz? 76 yoshdaman. Men tug'ilganda baliqchilar oilasida tug'ilganman.
55 yildan balıkçılık bilan shug'ullanaman. Shu balıqlayında yana sizni gaplashdim deganda biza balıqni tilini bilamiz. Bizning ishimiz Xorazmda oilaviy balıqchimiz. Nevaralarim, kuyovlarim hammasi balıqchi. Hammasini hisobga olganda 10 ming tonnaga yaqin balık chiqaramiz yiliga. Bu yangi yo'lni bu yerni olganimizda 3 yil oldu. Bu yerda oldin 100-150 tonna balık alıngan bo'lsa, bildirdiği üzerinde 3,5 ming 4 ming tonna balık aldık bu yerda. Bizden mevsim balıktan misal 3 ming tonna balık algan bo'lsak, hozir asyotur beluga balıkını ham ko'paytirdik. Maqsadimiz yiliga ba'zi 1 tonnadan ikra olishni boshlayapmiz, yiliga 10 tonnaga chiqarish maqsadimiz. Eralloh bilan birga maslahatlashib 400 ga yaqin basseyn qildik bu yerda. O'zbekistonda baliq yetishtirish juda tez rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib, mamlakatimizda suv manbai cheklangan bo'lsa-da, samarali texnologiyalar orqali ancha jadallashib bormoqda. Asosan tabiiy suv havzalarida, ya'ni daryo va ko'llarda, shu bilan birgalikda sun'iy havzalarda ham keng miqyosda tarqalgan. Bularga fermer xo'jaliklarining yerdan qazilgan maxsus hovuzlari va ko'llari kiradi. Jumladan, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan suv tejovchi basseyn va havzalarda ham baliq yetishtirish tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Shuni o'xshasam bo'ldi? O'zbekiston telekanal. O'zbekiston. To'xtaylar. Turgan. O'zbekiston telekanalida harakatda barakat ko'rsatuvda biz bilan qoling. Ana, shu jarayon o'zi zo'r bo'ladi. Hozir 40 ming dona balıkımız var hazır. Kelesiyle tayyorlar onu. Shuning uchun matishli ana balıklarımız var. Fakat ikra uchun. Qara ikrani o'zimiz O'zbekistonga keraklicha chet davlatdan import qilishgan tayyorlangan. Endi Otabay ota shu o'rinda aytdingiz, 400 ga yaqin shu baliq hovuzlarini qilganmiz. Qancha yer maydonni egallagan bu joy? Bu yerda 264 gektar yerde o'zimizni sharoitni moslashgan balıklarni boqamiz. Bu 2 gektar yerga joylashgan bular 400 basseyn. Balıkni o'zi 2 xil suvda boqiladi bu. Sovuq suvda, issiq suvda. Bu sovuq suvda boqiladi, parel, asyotur, beluga balıkları. Bunu başka joydan Xorazmdan qilmoqchi edik, lekin Xorazmning sharoiti suvga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun biza birini tanladikdan shu yerda boshladik Eralloh bilan. Baliq suvda yashaydigan umurtqali jonzot bo'lib, inson oziq-ovqatida, tabiat ekotizimida va iqtisodiyotida juda muhim ahamiyatga ega. Yurtimizda sazan, oqamur, yirtqich baliq, so'm, talstalobik va kam miqdorda bo'lsa-da farel baliqlari yetishtiriladi. Baliq suvsiz yashamaydi. Bu joylashgan joyda suv qanday? Bizani Xorazmda kanallar, zakashlar to'liq boqadi. Oldin 100 gektar, 1000 gektar yerlarda balık boqqan bo'lsak, hazır intensiv usulunda gektariga 300 tonnadan balık alışını rejalashtirib boqamiz. Bunun sebebi su yo'qligi uchun moslashtirgan. Bu Eralloh bilan ishlagan bo'lsak, hozir Xitoylar bilan ishlayapmiz. Xitoy bize 100 sentnerdan aldık bu yil. Ular aytib turibdi 300 sentnerdan 500 sentner alamızlar. Xitoyni jalb qildik, bu yildan boshlayapmiz. Ulardan qanday bular shunday katta sentnerdan balık oladi ekan, shularni o'rganib olacakmiz. Ham ular shunday bir balık sırlarını bilerken sunu tınıt sularını. Bize bir joydan suv chiqarib turgan bo'lsak, ular bir suv kiritgan bilan shuni o'zini tozalab oladigan. Shuni ham o'rganib shu yo'lga o'tdik. Otabay ota, bu baliq qaysi turiga kiradi? Baliqning qaysi naviga kiradi? Sibirskiy asyotur degani bu, Sibirskiy asyotur. 20 kilo bo'lsa, 3 kilo 4 kilo ikra beradi bu. Demak, bu hozir 20 kilodan oshiq chiqadi. 20 kilo chiqib boradi. Bundan ham og'ir bo'lishi mumkinmi? Kattaladimi? Yo'q, Sibirskiy asyoturlar uncha kattaymaydi bu. 25-30 kilo. Yani belugalar kattayadi, 1,5 tonna aşağı o'sadi, 1,5 tonna. Ham 150-200 yil yashaydi u. Bular 25-30-40 yil yashaydi. Bir tomonni sen ko'tarsang ular, bir tomonni. Mana ko'rib turganingizdek, baliqning eng kattasi uzunligining o'zi 1 metrdan oshiq chiqadi va og'irligi 20 kilodan og'ir. Bizlarda O'zbekistonda boqiladigan baliq hamma turidan bor. Bu asyoturni 5 turini olib keldik buni. Beluga, Sibirskiy asyotur, chalbosh, shu kabi 5-6 turini olib kelib ko'paytiryapmiz. Endi asyotur baliq haqida ko'p aytib o'tdingizda, asyoturning o'zi ona vatani qaysi joy? Buni vatani Orol dengizi bilan Amudaryo.
Osiyotr balig'i juda qadimiy qimmatbaho baliq turlaridan biri bo'lib, asosan qimmatbaho qora ikrasi va go'shti uchun boqiladi. Uzunligi 1 metrdan 5-6 metrgacha bo'ladi. Vazni 20 kilogramdan 1000 kilogramgacha bo'ladi. Sekin o'sadi, 5-10 yilda ikra beradi. Asosan Kaspiy, Azov va Qora dengizlarda hamda Volga, Ural, Amudaryo daryolarida yashaydi. Yurtimizning ayrim fermer xo'jaliklarida ham yetishtirilmoqda. Shaharda 3 ta restoranimiz bor. Ikkitasi ishlab turibdi, bittasi tez bitiryapmiz. Harrat restorani. Men kuyovim ham, o'g'illam hammamiz nevaralarim baliqchilik bilan shug'ullanamiz. Baliqchilik sohasida endi ish boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarimiz ko'proq nimalarga e'tibor berishi kerak? Endi baliqning sirlari ko'p. Bu molni boqsangiz, misol bir fermaning ichida 100 mol, 200 mol endi turibdi, kasal bo'lgan, o't yemaydi, boshqa ish qilmaydi. Uni sezsa bo'ladi kasal bo'lganini. Baliq suvni tegindagi narsa. Shuni sirrini bilish kerak. Suvni tegindagi baliqlar bilan gaplashib tilini bilish kerak. Faqat sirlari shu o'rinda mana. Ko'payishi o'zi tabiiy ham ko'payadi, lekin bizda suvni inkubatsiyada o'zini ko'paytirib, maxsus erkakini urg'ochisini olib, ukol qilib ko'paytiramiz. Aynan bu ko'rib turgan balig'ingiz minglab Osiyotr baliqlarining orasida bittagina chiqadigan oltin baliq nomi bilan mashhur bu baliqning go'shtining kilosi $100,000 turadi. Ishonish qiyin, lekin bu haqiqat. Kasb to'g'risida gapirganda bir joyda ishlaganni ma'qul ko'raman men. Bundan menga ko'chib yurganda emas, baliqchimisan baliqchilik qilish kerak. Mol boqishmi, mol boq. Qo'yan boqishmi, qo'yan boqish kerak. Bizda shu baliqchilik tanlab olganmiz. Bu o'ta daromadli, foydali narsa. 52 yillik foyda beradi baribir, lekin bilib ishlasa. Baliqni shirin bo'lishini ham sababi yaxshi narsa bilan boqsangiz shirin bo'ladi. Moldan boqilganini olib yeysizmi? Shu baliq ham xuddi shunday narsa. Yaxshi narsa bilan boqsangiz shunda shirin bo'ladi. Sazan baliqni sho'rvat yesam bo'ladi, shashlik etib, cho'q taobat yesam bo'ladi bu sazan balig'ini. Lekin laqqa, sudak baliqlar faqat ko'rib yeyiladi. O'zbekistonda eng bizning xalqimizni sevib iste'mol qiladigan baliq sazan balig'i. Demak, o'sha navlar orasida eng yaxshisi, yaxshi shirini iste'mol qilinadigan sazan balig'i. Shunaqami? Osiyotr balig'i, beluga baliqlarni boqib turibmiz, buni ikrasi uchun. Buni erkakini yeyishga chiqaramiz. Ayolning xarakteri olish uchun. Baliqlar 3 guruhga bo'linadi. Suyakli baliqlar, tog'ayli baliqlar, yagna og'izli siklastlar. Dunyoda baliqlarning 30 mingdan ortiq turi bo'lib, Osiyotr balig'i dinozavrlar davridan qolgan baliq deb qaraladi. Osiyotr balig'ini erkagi eng yaxshi rivojlanganda, katta bo'lganda qancha kilogramm bo'ladi? Urg'ochisi qancha kilogramm bo'ladi? Bu 150-200 yil yashaydi. Beluga balig'i. 1,5-2 tonna oshib o'sadi. Bizning oddiy baliqlarimiz 20 yil, 30 yil yashaydi. Butun dunyo bo'yicha qimmat baliqning sabablari shu deb bilsam, 200 yil yashagandan keyin baribir uning tanida yaxshi narsalar bo'lsa kerak-da, shuning uchun qimmat. Respublikamiz bo'ylab baliqchilik yaxshigina rivojlangan. Ko'rib turganingizdek, maxsus suv havzalarida baliqning turli navlari yetishtirilmoqda. Yurtimizdagi oziq-ovqat zaxirasini ta'minlashda baliqchilikning o'rni juda ham muhim. O'zbekistonni Markaziy Osiyo davlatlari bilan solishtirganda rivojlanish qanaqa bo'lmoqda baliqchilik? Hozir bizning misol Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlari bor. Ularda rivojlanma endi boshlandi endi. O'dan hozir odamlar kelib bizlardan o'zi sirlarini o'rganishibdi. Yaqinda bir 10-15 kunlikda bizlardan Mongoliyadan 8 ta gubernator keldi. Baliqchilik to'g'risida ko'rib hammasini menga savol qildilar. Shular bilan savol-javob qildik. Mongoliyada qancha baliq yetishtirasizlar degan savolni bersam 200 tonna baliq yetishtirganlar bir yilda Mongoliyada. Bizden O'zbekistonga qaraganda 3 marta katta territoriyasi. Men aytdim, bizlar mana shuning o'zida 3000-4000 tonna hammasi bo'lib 10,000 tonna baliq yetishtiramizda ular hayron bo'lib qoldi. Aytdim, O'zbekistonda rivojlangan mayda baliqni urug'lardan berib berdik yanqilar, samolyotda olib ketdilar. Shular bilan hamkorlikda endi shu yerdan baliqchilik tashkil qilyapmiz. Lekin
O'ta sovuq havoga moslashgan baliqlarni olib borib boqmoqchiman. Chet el davlatlari bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ygansiz. Hozir bizda yana Eronliklar ishlar, bir Xitoylar kelib turibdi. Vyetnamliklar 3 yil ishladik Xorazmda. Shu bitta sirlarni shulardan o'rganib oldik. Ular bizdan o'rgandi, o'zidan o'zi bo'lmaydi baliqchilik buni. Dunyoda baliqchilik rivojlangan davlatlar. Xitoy intensiv va yarim intensiv usulida baliq ishlab chiqaradi. Norvegiya dengizdagi katta tur sadoqlarda lasos baliqlarini yetishtirishda yetakchi. Vyetnam baliqning so'm turini yetishtirishda arzon ishchi kuchiga ega mamlakat. Tailand intensiv texnologiyalar asosida krevetka va tropik baliqlarni yetishtiradi. AQSh aylanma suv tizimida okean va dengizlarda turli xil qimmatbaho organik baliq turlarini yetishtiradi. Indoneziya va Hindistonda baliqchilik keng miqyosda rivojlangan. Yaponiya va Janubiy Koreyada yuksak texnologiyalar asosida sifatli baliqlar yetishtiriladi. Asosan bizni joylashgan hududimiz daryolardan, okeanlardan biroz olisda. Aynan mana shunday suv havzalarida boqish orqali ham go'sht ta'minoti bilan ta'minlasak bo'ladimi O'zbekistonni? Alloh taolo tomonidan bizda dengizimiz yo'q, okeanimiz yo'q. Shuning uchun biz o'zlarimiz sun'iy basseynlarni qilib kichkina 1 gektardan hosildaligini olishi suv kamib qo'ytirganda inobatga olib, hozir shu tomon o'tib ketdik. Misol uchun 1 gektardan 10 tonna olib o'tirgan bo'lsak, bundan 1 gektardan 100 tonna baliq olish mumkin. Biz o'tgan yillarda Qozog'istonga eksport qildik baliqni. Bu yil Afg'onistonga biroz ko'proq eksport qildik. Endi maqsadimiz Asyotir baliq ikrasini olib, Amerika davlatlarına, Rossiya davlatlarına ikrasidan eksport qilmoqchimiz. Maqsad shu. Buni Alloh taolo yana bir 20 yil, 30 yil yosh bersa, bu bersam endi o'rganib oldik. Hozir men bütün nevaralarimni, o'g'illarimni hammasini baliqchilikka taklif qilib, Asyotir baliqini o'zidan 100 tonna ikra olish rejamiz bor. Qilib bilsak endi niyatimiz shunday. Ajoyib. Men de shunday odatlanib qolganman. Kechasi uxlaganda ertaga qachon tong atar ekan, qachon tez atar ekan, men shu ishni qilsam deb uyqumga yetadi-da. Albatta. Bunday rejalar ko'p. Albatta, doim harakatdasiz. Harakat qilamiz, harakat qilgan inson doim baraka topadi. Harakatda to'g'ri. Albatta. Bir tovuqqa don ham kerak, suv ham kerak deganlaridek, baliqchiga baliq kerak. Shu bilan birga ekologik muhitni musaffo saqlash uchun mana bunday daraxtlar ham juda zarur. Qadimiy Xorazm baliqchiligining sir sanoatlarini Otaboy Allaberganov Toshkent viloyatiga singdirish bilan birga Xorazmning ramzi bo'lgan gujum daraxtini va minglab tut teraklarni yo'laklarga va ko'lning atroflariga ekib chiqdi. Bu esa baliqlarga va atrof muhitga soya salqinlik berib turmoqda. Bizda eng asosiy narsa baliq uni bilan soya shurut degan narsa yo'q. Shuning uchun bizdan ishlagan yemlarimiz yaxshi natija bermadi. Shuning uchun Eron davlatidan hozirlikcha olib kelib turibmiz. Lekin Eron davlatidan olib kelib turgan narsamiz qimmatga tushib turibdi. Shuning uchun o'zlarimiz yana zavod qurmoqchimiz. Xitoy bilan gaplashib keldik. 1,5 million dollarga zavod, qurma zavodini qurib, mana shuni o'zini qurib, o'zlarimiz ishlab chiqaracakmiz. Endi o'zlarimiz ishlab chiqarsak, albatta unga qaraganda arzon tushadi. Men shu doimo harakatdaman. Harakatdan to'xtamayman. Harakat qilgan odamda barakat bo'ladi. Alloh beradi, 40 yil yotinganib bir narsa beramaydi Alloh taolo. Harakat qilsangiz beradi Alloh taolo. Albatta. Harakatda barakat. Harakatda barakat. Qayta sof suv oqsa qurigan joyda baliq o'lganidan keyin ne foyda? Iloho baliqlarimiz o'lmasin, daryolarimiz qurimasin. Hovuzlarimiz esa zilol suvlarga to'lib toshib baliqlarni o'z bag'rida allalab, turli tuman qushlarni uzoq o'lkalardan chorlab turaversin. Hurmatli teletomoshabin, bugun biz sizlar bilan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida joylashgan tadbirkorlikning baliqchilik yo'nalishi haqida tanishdik va qo'ldan kelgancha sizlarga eng qiziq va yaxshi ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Keyingi dasturlarimizda yurtimizda faoliyat yuritayotgan mehnatkash insonlarning, tadbirkorlarning mana shunday mehnat samarasini ko'rsatishda davom etamiz. Keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.